Ana bugün 20 may. O'rtoqlar. Ana parnigimizda pomidorlar pishishni boshladi ana. Bitta ikkita qizaryapti. Mana pomidorlarimiz. Sostoyaniyasi yaxshi. Mana qizarishni boshlayapti bezaradan. Ko'ryapsiz-a? Mana ana bu pomidor olması teplitsamiz. Ana bu pomidorlarımız rivojlanishi yaxshi, lekin barglarida so'lish bor. Shuni davosini topolmayapman. Davosi nimazaligini topish qiyin bo'lyapti. Har xil usullar qilyapman. Pomidorchilarimiz mana bunaqa kasalliklar bo'lyapti. Ozmoz, ko'pimiz, lekin bor. Ko'ryaptimi? Bu boya mana shu nimani ichida, parnikning ichida yuribdilar. Qarab. Ama pomidorlarimiz qizaryapti hozir. Endi mana bu lolalarimiz o'z vaqtini o'tab bo'ldi. Endi sekin-sekin qariyapti. Oltiariq sanatoriyasida bo'lganimda Nilufar kurni ko'rib niyat qilgandim. Shuni o'stiraman deb. Mana niyatimga yetgunchoqdan o'stiryapman. Mana barglayapti. 20 dona ko'chasidan topib, urug'dan topib ekdik. Ana endi barglayapti. Ko'kartiramiz chaqadan endi. Niyatimizga yetamizmi nima? Ana shunaqa o'rtoqlar. Sog' bo'linglar.